Mana pomidorlarimiz holati 7-may bugun. Ekilganiga 1 oy bo'ldi. 5-aprelda ekuvdik. Mana o'sha hosillar. Hosillar o'sha mana hoppa. Ikkinchi mevalar. O'sha mana. Mashina qilib 2 marta baylandi o'sha pomidorlarimiz. Mana yon boshidan suv berdik. Chopib qo'ydik o'sha mana doroshkasini. Plyonkasini mana endi bugun olib bordik. O'tiga dori solganmiz, ona karbamiddan. Xudo xolasa pomidorlarimiz yaxshi. Mana chaman bo'lib rosa gulladi mana. Pomidorlarimiz. Mana qilib bitta ikkitadan pomidorlar chugishni boshladi. Pomidorlar chugishni boshladi.